Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharg'on tumani o'zimizni mini fermachamizdan bo'ladi, ya'ni molxonamizdan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, o'tgan safar videolarimizda shu yashil haqida video chiqardik. Ko'pchilik bizga shunday nafa bilan aloqa bilan chiqyapti. Yashil mollarimni juda ham qiyin o'tyapti. Siz bitta video roligingizni ko'rdim. Mollarga bitta ikki yo'lni tavsiya qildingiz. Ashundan qilsam bo'ladimi deyapti. Hurmatli obunachilar, videoda ham aytdim, menga bitta doktor tavsiya berdi. O'sha doktor tavsiyasi bilan qildim. Hozirgi kunda 63 mingdan oshiq odam ko'ribdi mana shu video roligimizni. Yaqinroq olib keling-da mana. 63 mingdan oshiq odam ko'ribdi. Mana shu video roligimizda kommentariyasiga kirib ko'rsanglar, odamlarda sinab ko'rganlar foyda berdimi, bermadimi, hamma yo'g'ini yozgan. U videoda ko'rsanglar, xuddi mana shu qizil novvosimizda yonida shvedda sinab ko'rdik. Endi meni mollarimda foyda berdi, kimdadir foyda bermadi. Lekin kommentariyani o'qib ko'ryapman, ko'pchilikda foyda beribdi. Hozir yashur hammani molida qiyin o'tyapti. Yangi mollar olib keldik, 10 ta donishig'i yashur bo'ldi. Hozir ularga qanaqa dorilar qildik, buni ham qisqacha ma'lumotini berib ketamiz. Asosan hurmatli obunachilar, yashurda molxonani zo'r dezinfeksiya qilasizlar. Operatorim yangi mollarimizni ko'rsatasiz. Mana shu mollarni olib keldik. Olib kelishimizga birinchi qilgan ishim alohida saqladim, ya'ni bu kitobda ham yozyapti. Alohida saqlandi mollar, karantinga oldik. Alohida saqlab amakimizga molxonamizda joy ham yo'q edi. Karantinga olib, bularga vaksinasini qildim. Vaksinasini qildirdik. Hozir vaksinasini qildirganimizga 15 kuncha bo'ldi. Endi 22 kunda o'zida immunitet hosil qilib oladi dedi mana shu mollarimiz. Bilinmay endi Allohga tavakkal qilib molxonaga olib kirdik. Molxonani zo'r tozalaylar. Yashurda 7 xil naqasi bor ekan, turi bor ekan. Qaysidir turi yengil o'tyapti mollarda, qaysidir turi og'irroq o'tyapti. Oldin o'lim holati juda ham kam kuzatilardi. Hozir o'lim holati 20% mollarda o'lim holati kuzatilyapti. Ehtiyot bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Men mollarimga nima yo'l qildim? Birinchi o'rinda bu ikkinchi bo'lgan partiyalarimda yengil o'tyapti yashur. Amaksatsining qildim. Bu reklama emas, boshqa emas. O'zim mollarimni sinab ko'rganim. Keyin masalan shu molxonamda 10 ta molim yashur bo'ldi deyapman. Mana shu bitta qizil molim yashur bo'ladi. Eng kichkinasini ko'rsatdingmi? Mana shu yashur bo'ladi. Oldidagi 4 ta molim yashur bo'lmadi, 5 tasi. Bir vaqtda o'zida buni yo'l qildimda, mana shu amaksatsilikdan 10 grammdan qildimda, qolganlariga mana shu 5o'ga amaksatsilikdan 10 grammdan qilib chiqdim. Unga qo'shimcha mana multivit plus mineral ikkovlidan qildim, hurmatli obunachilar. 10 grammdan dumbani o'ng tomoniga buni qilsam, amaksatsilikni chap tomoniga multivitni qildim. Qolgan mollarim yashir yuqmadi. O narchikada hozir ko'rsatamiz. Video davomida ularga yashir yo'qdi, jicha qiyinroq o'tdi. Ba'zi. Xo'p, hurmatli obunachilar, birinchi yashir bo'lgan mollarimiz, yangi mollar baylaganda shvet mazinjan. Mana shu ikkala qora molim yashir bo'ldi. Bular juda ham qiyin o'tkazdi. Eng qiyin o'tkazgani mana shvet bo'ldi. Shvet qiyin o'tkazdi. Bunga 2 marta qildim, amaksatsilikdan, multivitdan ham 2 marta qildim. Vitaminni. Endi oldingi video roligida chiqargan ikki yo'ldan qilmasam deyishlaringiz mumkin. Kimdir pilis ta'sir qildi dedi, kimdir ta'sir qilmadi. Lekin mana shu qizil novvosimda sinadim, katta shvet rajinimda sinadim. Ularda bittada pilusga yurdi. Doktorga chaqirib, shundan qilib desam, aka, men undan qilib ko'ring, yaxshi effekt beradi, mollaringiz yengil ekan holati dedi, bulardan qildim. Iloji boricha eng birinchi o'rinda yashir bo'lgan molni molxonani zo'r dezinfeksiya qilib yuboringlar. Yangi olib kelganda mana amaksatsilik
antibiotik shamollashga, boshqaga, burun oqishiga baribir molingiz hozir sovuqda kunida yo'lda keladi, u tent yopilmagan boshqa mollarda albatta bu yashil bozordan yuqadi. 90% mol bozorda yashil. Mana shu uchala molni ham olganimda dehqondan olganman. Uka 100% javob yashilga emlatganman deb bergan. Lekin ana holat. Eng qiyin o'tkazgan mollarim mana shular. Yashil. Hozir Allohga shukr minmatsa o'tga kirib ketmani qonlar chiqib o'tyapti. Lekin olib keldingizmi, mana antibiotikni oldini olib 10 grammdan kunora qilib 2 marta qilib qo'ying. Shamollashni oldini oladi. Yashiranta shamollashga o'xshagan kasallik ekan. Faqat mollarda jicha qiynab qo'yapti. Yozda ham yashir bo'ldi mollar. Oldin yozda kuzatilmagan bunaqa. Shuning uchun sizlarga eng zo'r maslahatim, mol kasal bo'ldimi, keyin qaramasdan ko'pchilik aytadi bozordan olib keldim. Ha, bozordan olib keldingizmi, antibiotiklarni oldini olib qilib qo'yavering. Shamollashni oldini olganini qilib qo'yavering. Sizdan hech nima ketmaydi. Mana bu dori 70 mingmi, 80 ming turadi amaksasi. Ha, bu 100 gram bo'ladi. 100 gram 10 gramdan qilsangiz 8 ta molga yetadi. Endi nargi dorini ham mahtab chiqdim, effekt bergan o qizilimni shvetidan, lekin bu bitta dori 100 ming so'm. 100 ming so'mga 10 ta mol, 8 ta molga qaraganimiz yaxshimi, bitta molga qaraganimiz yaxshimi? Ta'sir yaxshi bo'ldi, sizlarga aytyapman. Multivit molning immunitetini ko'taradi, ishtahasini ochadi, yeb ichishini yaxshilaydi. Buni ham mana shu naqasini 60 ming so'mga oldim, 250 naqadan. 10 grammdan qilsangizlar bitta partiyada 25 ta molga yetadi. Hurmatli obunachilar, mana shu qizil novvosimiz. Mana shu molga ham oldini olib qo'ydim, yashir yuqmadi. Bo'lmasa shu 14 tali partiyam bilan teng kelgan mol edi, yashir yuqmadi. Bu shvetni ichi o'tib qopti. Bu hozatgan mollarim. Oldini olib asha amaksatchilikdan 10 grammdan urib chiqqanman. Mana bu yengil o'tkazib yubordi. Yashir bo'ldi bu ham. Yengil o'tkazib yubordi. Buni ham oldini olib asha amaksatchilikdan 10 grammdan urib qo'ydim. Lekin mana shu bit kanasidan qutula olmayapmiz. Bitta mana shu mollar. Mana mollar. O'zgarishlarga ham baho beraverasizlar. Oldingi videorolikda chiqardik. Bu shvet ham zo'r o'zgaryapti. Mana holatlari yaxshi mollar, yeb ichishlari, boshqalari. Bularni ham bozordan olib, o'sha vitaminlarni qilib qo'ydik, o'sha maksatini yashirga qarshi emlatib qo'ydik. Allohga tavakkal endi. Yeb ichishlari yaxshi. Hozirgi kunda 19 ta mol bo'ldi mana shu yerda jan. Videoni yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar.